Xo'sh, prezident Vashingtondan qanday natijalar bilan qaytdi? Shavkat Mirziyoyev 1,5 oy ichida ikkinchi marta AQShga tashrif buyurib, Vashingtonda Markaziy Osiyo AQSh sammitida qatnashdi. İlk bor Amerika prezidenti mintaqa liderlarini Oq uyda qabul qildi. O'zbekiston rahbari shu yilning sentyabr oyida Nyu-Yorkdagi kabi Vashingtonda ham AQSh ishbilarmonlari bilan ko'rishdi, muloqot qildi. Ma'lum bo'lishicha, endi O'zbekiston va AQSh uran, mis, wolfram, molibden va grafitni qazib olish hamda ularni chuqur qayta ishlash sohasida hamkorlikni rivojlantiradi. Sentyabr oyida xabar qilingan Uzbekistan Airways'ning yana 8 ta Boeing 787 Dreamliner samolyotiga buyurtma berish jarayoni esa yakunlandi. Shunday qilib, O'zbekiston jami 22 ta samolyot xarid qiladigan bo'lmoqda. Bu jarayonda AQShning Export-Import Bank ham ishtirok etadi. Dunyoda qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi bo'lgan John Deere kompaniyasi bilan $300 million bitim imzolangan. Uning $150 million paxta terish mashinalari xaridiga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasining Toshkent shahrida mintaqaviy ofisi ochilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda Apple Pay va Google Pay to'lov tizimlari joriy etiladi. Siyosiy nuqtai nazardan esa mintaqa endi to'g'ridan-to'g'ri Oq uy bilan bog'landi. Donald Trump AQShning avvalgi prezidentlari Markaziy Osiyoga deyarli e'tibor qaratmaganini ta'kidlab, biz bu xatoni tuzatmoqdamiz dedi. Sammitda Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda Donald Trampni tinchlik prezidenti deb atashlarini qayd etdi. Va ishonchim komilki, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni faqat siz to'xtata olasiz. Biz bundan umidvormiz dedi Shavkat Mirziyoyev. Qozog'iston prezidenti ham Trampning siyosatini maqtab, siz buyuk lidersiz, siz bilan AQSh oltin asriga kirdi dedi. Trampning bu gaplardan boshi osmonga yetganini yuz ifodasidan anglash qiyin emasdi. Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+1 formatdagi navbatdagi sammitini Samarqand shahrida o'tkazishni taklif qildi.